Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Melbit dasturidan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizlarga Melbit dasturi kerak bo'ladi. Agarda siz Melbit dasturini skript qila olmayotgan bo'lsangiz, bizning YouTube kanalimizda silkasida Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizda Melbit dasturi va AdXP dasturini skript qila olsangiz bo'ladi telefoningizga. Melbit dasturiga kiramiz. Melbit dasturiga kirganimizdan keyin mana yerda kirish va ro'yxatdan o'tish deyapti. Bu kirish avvalgi eski akkauntingiz bo'lsa shuni tiklash, ro'yxatdan o'tish esa bir boshdan kirayotgan bo'lsangiz ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Bizlarga hozir ro'yxatdan o'tamiz. Ro'yxatdan o'tishda qanday bir bosqichda o'tish bor, telefon raqami orqali, email orqali ro'yxatdan o'tish bor. Bizlarga eng oson va tez qulay bo'ladigani bir bosqichda bosamiz. Bu yerga kirganimizda mamlakat deyapti. Qaysi mamlakatda turgan bo'lsangiz, o'sha mamlakatni tanlaysizlar. Masalan, bizlar hozirgi vaziyatda bizlar O'zbekistonda turibmiz. Men O'zbekiston tanlangan. Bu valyutada. Valyuta deganda bu Melbitda ichida qaysi valyutada o'ynashingizni so'raydi. Bizlarga qaysi o'zingizga qulay bo'lsa, o'shani tanlaysiz. O'sida AQSh dollarida bor. Keyin poiskga bersangiz, poiskda rubl ham bor. Rublda ham qilsa bo'ladi. Bizlarga o'sida so'mda o'ynaymiz. Keyin sizlar bilan bonus olishda ham yo'lni ko'rib chiqamiz. Mana yerda promokod deyapti. Promokod degan joyiga bizning promokodimiz, bonus beradigan promokodimiz. Katta harf bilan MT 701 promokodi, xuddi shunday MT 701 promokodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz, mana yerda birinchi depozitlaringizga o'yinda ishlab bonus beradi. Buni keyin ko'rsatib chiqaman sizlarga yana. Bu yerda so'rayapti, promokoddan bonus olishda sport o'yinlari uchun bonus olasizmi yoki Casino Games o'yinlari uchun bonus olishingizni so'rayapti. Bu yerda bonus rad qilish bizlarga endi bonus hech kim rad qilmaydi. Shuning uchun bizlar Casino Games o'yinlari uchun bonus olamiz. Tayyor. Bu yerdan ro'yxatdan o'tishda mana bu 8 yoshga to'lganimizni tasdiqlaymiz. Bizlarda bu yerda tekshiradi. Men ro'yxatdan o'tayotganda bot ro'yxatdan o'tyapti. Men deputat so'rayapti, bot masalangizni tasdiqlang deyapti. Men bizlar tasdiqlaymiz. Tasdiqlandi. Va bizlarga akkaunt ochildi. Akkaunt ochilgandan keyin mana bu login parol degan joyni biz bir marta screenshot qilib qo'yishimiz kerak. Agarda mabodo katta summa yutib qo'ysangiz, sizni tekshirish uchun akkauntlaringizdan bir chiqarib kirgizib ko'radi. O'sha paytda chiqargan paytda mana bu login parol ili yutmasangiz ham akkauntingizdan chiqib ketib qolsangiz ham login parol so'raganda mana shu login bilan parolni yozib akkauntingizga kirishingiz kerak bo'ladi. Bitta screen urib olamiz. Screen qilindi.